aylanib yurmaydi. Ko'pchilik milliy sertifikatdan yuqori natija deganda faqatgina A+, A sertifikatlari, ya'ni yuqori natija ko'z oldiga keladi. Lekin uni orqasida turgan uyqusiz ustunlar yoki mock testlardan past ball natijalari past chiqqanlarida o'zi bilan bo'lgan kurashlarni ko'rmaydi ko'pchilik. Bugun yonimizda fizika fanidan A+ natija olgan o'quvchilar Sherzod va Shahrizod o'tirishibdi. Bugun biz faqat natija emas, o'sha natijagacha bo'lgan yo'lni ko'ramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. O'zingizlar haqingizda qisqacha tanishtirib beringlar. Shahrizoda, sizdan boshlaymiz. Men Istanbul Shahrizoda, 11-sinf o'quvchisiman. Bu yil DTMga topshiraman, Xudo xohlasa. Men ko'zlagan institutlar ancha baland, normalniy va shunga mos natija chiqdi deb o'ylayman. Mening ismim Muhammadjon Sherzod. Men 10-sinf bitirganman shu yili. Meni yo'nalishim kiber xavfsizlik yo'nalishi, lekin hali universitetda to'liq tanlaganim yo'q. Lekin men bilaman, чтобы men universitetning baribir matematika, fizika kerakli bo'lgani uchun hozircha sertifikatlar yig'ib yuribman. Qaranglar, milliy sertifikatga tayyorlanayotganda eng katta xato nimada qildingiz? Men boshida haddan tashqari ko'p qo'rqqanman. Ichiga kirishga fizikani juda ham qiynalganman. Chunki birinchi dars kelganim ertasi kuni mock olishgan, polniy, qorako'l ziyob. Matematikam 27 ta chiqqan, 30 tadan, fizikam esa 5 ta chiqqan. O'shanda ham u prosta taxmin bo'lib olmadim kelgan. Hech nimani bilmaganman, boshlashga qo'rqqanman. Mavzular, savollar, formulalar hammasini ko'rganimda qanaqadir hayajon, qo'rquv kuchli bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan kira olganman. Menda e'tiborsizligim ko'p bo'lgan. Chunki masalan, oxirgi oyda ham men asosan qiynalganim statistika bo'limida qiynalganman. Meni leksiya daftarimga yo'qotib qo'yganman maktabda. Keyin lekin Ulug'bekka ketmaganman. Chunki bilardilar ular ham elektrim yomonligini. Keyin oxir boshqa kitob daftarlar sotib olganman, lekin baribir leksiya daftarimdagi bo'lmagan. Lekin milliy sertifikatda ham oxiri shu elektrdan qiynaldim. Bitta e'tiborsizligim milliy sertifikatga ta'sir qilib ketdi. Siz o'zi qaysi mavzuda juda qiynalgansiz? Optika bo'limida, polniy optika bo'limini o'zida hammasida qiynalganman. Har doim yo misolim har xil chiqardi. Masalan, javobda ikki xil -15 bilan 15 bo'ladigan bo'lsa, men javobim -15 chiqardi, lekin o'zi asli javob 15 bo'lgan bo'lardi. Har doim shunaqa chiqib ko'rgan, lekin Xudoga shukr, milliy sertifikatda bu darajada qiyin optikal masalalar chiqmadi. Oddiy bitta formulaga qo'yib chiqaradigan masalalar tushdi. Siz ham optikada qiynalganmisiz? Yo'q, mexanika bo'lgan. Umuman eng qiyin darajada, chunki eng ko'p savollar milliy sertifikatda mexanika bilan elektr bo'limidan tushadi va mexanikada formula ko'p, uni tasavvur qilish kerak. Tasavvur qilishga qiynalganman. Qarang, milliy sertifikatga o'zi kirgan o'quvchilar ko'pincha yechib chiqib ketsam bo'ladi deb o'ylaydi. Beradigan savollar testda o'sha ishlashda sifat muhimmi yoki sonmi? Sifat. Ishlab chiqib ketaman deydi. Sifat. Albatta sifat. Agar sifat bo'lmasa, masalan 36 dan 45 gacha bo'lgan savol chiqmaydi hech qachon. Sizningcha tayyorlanish tizimi qanaqa edi sizlarda? Ustozimiz aytgan kitoblardan 0 dan boshlab tayyorlanganmiz. Lekin men o'ylaymanki, tizim bu yerda ustozga bog'liq edi. Chunki men boshidan boshlamaganman. Yilning o'rtasidan kelganim hisobiga boshidagi mavzularni polni tashab ketganman. O'rtasidan boshlaganman. 11-sinflar bilan 10-sinf bo'la turib, o'shanda ancha-muncha qiynalganman boshida, o'rtadan boshlaganim hisobiga. Lekin ustozlarim bilan epladim. Bizda lekin jarayon qiziq edi. Chunki men masalan kecha guruh edim. Masalan 6:30 dan 9 gacha bo'lib ketardi. O'zi masalan dars 2 soat, 2,5 soat bo'ladigan bo'lsa, bizning guruh cho'zilib ketaveradi. Savollar berib, oddiy gaplashib o'tirardik. 6 dan 9 ga cho'zilib ketib, lekin dars jarayoni qiziq edi. Hech qachon zerikmasdik. Bitta kirardik, shu bilan chiqib ketib 3 soat, 4 soat o'tib ketsa ham zerikmasdik. Keyin oxirgi oylarda masalan Ulug'bekka shunaqa sharoit qo'ygandilar, xohlagan darsimga kiraverlaring, savol bo'lsa so'raverlaring dedilar. Shu obeddan kechqurungacha polniy dars qiladi. Men shu natija berdi. Ortiqcha to'liq olishmagan? Yo'q, hammasi yo'q. Hech mana kech chiqardik deyapsiz. 11 gacha cho'zilib ketgan payt bo'lmaganmi? 10 gacha cho'zilib ketgan vaqti bo'lgan. 10 gacha cho'zilib ketgan vaqti. Uyga borgungacha 11 bo'lgan, ha. Uylardan gap eshitmaganmisiz? Yo'q. Lekin men soat darsdan chiqib maktabdan 2 da borardim. Kechqurun 10 gacha, 9 gacha, 7 soatlab, 8 soatlab o'sha yerda o'tirib faqat dars qilardik. Mana qaranglar, bitta mavzu o'tdinglar. Uni mustahkamlash uchun nima qilgansiz? Biz kitoblar bor edi. IDC kitobdan ham yechganmiz, keyin Uzoqov kitobidan ham qayta yechardik. Shunaqa savollar bo'lgan, 1 soat o'tirib ham anaqasi javobi chiqmagan. Shu tepasida o'tirib
ko'p bo'lgan, ko'p bo'lgan. Ayniqsa atom va yadroda. Chunki uni savol darajasi ancha-muncha qiyin. Yozma ish masalan 36 dan 45 gacha bo'lgan savollari Ulug'bek ko'rib berardilar. Hech kim ko'rmayman so'z. 2 soatlab ko'rardik. 10 ta 20 ta misollarni. Qayta masalan bitta joyiga tushunding, ikkinchi joyiga tushunmading degani keyingi savol yo'q sanga deganida. Uni maydalab aniq tushunish kerak edi. Boya aytib o'tdinglar, to есть har oy oxirida yoki har haftada adashmasam mock bo'lgan. Natijalar past chiqqanda ruhiy anaqalar qanaqa bo'lgan? Bekorga registratsiya qilganman, milliy sertifikatga kelganman-da. Chunki milliy sertifikatim dushanbada bo'lgan bo'lsa, shanbada ustoz 30 ta DTN test olganlar. Menda 20 ta chiqqanda. Savol oson edi lekin, masalan, bemorlar 25 ta plus topsa bo'lardi. Ustoz aytganlar, ko'p ishlash kerak ekan degan, lekin bir kun qolgan, bir kunda kim ishlaydi? Keyin shu motivatsiya tushgan motivatsiya bilan kirib chiqqandim-da. Eng kam chiqqani bo'lgan, o'shanda to'g'risi uyga borib alamimdan faqat fizika yechganman. Kechquruni bilan 7-8 uyquni berish o'rniga o'shani yechganman. Chunki haqiqatan shuncha yillik harakatingiz, shuncha sizni samara bermasa bu juda ham yomon va juda tushkunlikka tushib qolasiz. Telefon masalasida nima deysizlar? Telefon, kompyuter chalg'itish. Faqat telefon ishlataman. Telefonimni ekran vaqtlarini ko'rganman, o'zim hisoblab turganman. Ota-onam hisoblab turishgan 2 soatga bormasdi. 24 soat ichida 2 soat. 1,5 soat, 1 soat 40 minut u ham bir telefonda gaplashish, 1-2 ta savollarni ko'rish bo'lardi. Sizda bir 10 soat. Oxirgi oy bunaqa bo'lmagan. Oxirgi oy bo'lmagan. Chunki o'z Qorako'lga birinchi kelgan paytimda men masalan misollarga konsentratsiya qilishga qiynalganman. Chunki u paytda 3-4 soatlab kuniga Instagram shorts videolar ko'rardim. Keyin sekin kamaytirgan, sirali ustozlarim aytishgan. Birinchi bo'lib telefonni olib qo'yishmagan, ochishgan, o'rni kamaytirganman. Keyin oxirgi oyi o'sha mart oyida eng ko'p ishlatgan prilojeniyam ham kalkulyator bo'lganda. Faqat kalkulyator ishlatardim. Men A+ natija olganimdan keyin Instagram ochganman. 11-sinfgacha umuman ochmaganman ham, kirmaganman ham. Instagram ochib sirazi maqtangansiz? Yo'q, maqtamadim. Endi sharti shunaqa bo'lgan. Sertifikatim A+ chiqsa, xudo xohlasa, eplay olsam ochaman, bo'lmasa davom ettiraman degan niyatla bo'lganman-da. Qaysi davrda eng katta progress bo'lgan sizlarda? Oxirgi oyida. O'ta katta progress bo'lgan, chunki ungacha masalan men 7 oy o'qigan bo'lsam, 6 oyda cherezdен kelib yurardim-da. Darsga cherezdен kelib, oddiy uyushma qilib yurardim. Keyin oxirgi oy birinchi kun mock olamiz deyishgan. Birdaniga odam tupikka tushib qolgan, nima qilish bilmasdan. Qanaqa yetishni ham bilmaydi. Ustozimizning bitta gaplari bor. Vaqt bilan natija juda ham tez o'zgaruvchan. Eng boshida ko'p vaqt sarflaysan, natijang past bo'ladi. Lekin oxiriga kelganida vaqting kam bo'ladi, natijang baland bo'ladi. Milliy sertifikat fizikasi bilan maktabdagi fizika nima farqi bor? Maktabda eng a'lochi, eng yaxshi fizik men bo'lganman. Lekin bu yoqqa kelganimdan keyin Qorako'l Ziyoga tashrif buyurib ko'rganimdan keyin eng past natija menda bo'lgan. Eng kami, eng bilimsizim men bo'lganman. O'shanda tushunganman fizika qanaqa keng va fizikani o'rganish kerak, intilish kerakligini. Men o'zi maktabda fizika fanini qiziqib yurardim. Yo'q, kitobdan o'qib yurardim. Efariya zo'r edi, chunki sinfda fizikani yechadigan odam men edim. Keyin shunaqa efariya bilan kelganman Qorako'lda. Bo'ldi, yop tashlaymiz, topshirib olamiz deganman. Birinchi darsdan Ulug'bek o'tdilar. Birinchi darsda o'zidan o'sha tupiga tiqilish boshlandi-da. Oddiy qo'shib berishdan ham xato ketib qoldi-da. Deganman, sekin tayyorlanish kerak ekan, o'zim bosib olib degan. Qaranglar, mana fizika shuncha payt o'qidinglar, nimadir yasab ko'rgansizlar? Misol uchun men maktabda o'qiganimda Qudrat aka degan ustozim bo'lganda fizikadan. Nazariy umuman misol yechishlari, formula umuman bilmasdim, lekin pultli qayiqlar yasaydik fizikadan. Shamoldan elektr ishlab chiqaradigan anaqa mexanizmlar yasaydik-da. Bir 10 yil bo'ladi deyarli maktab bitirganimda. Pultda vertolyot dronlar yasaydik-da o'sha payt. O'zim qiziqib yasaydim men. Elektrizor bo'lganda? Elektrizor bo'lganda. Hech shunaqa narsa qilib ko'rmaganmisizlar? Nimadirlar yasab? Men qilib ko'rganman. Zaryadga bog'liq qilib ko'rganman. Masalan, kondensatorda zaryad to'planadi va chiqib ketish kerak bo'lgan narsalarni kichkina zaryadlar bilan hisoblab bir nimalar yasab ko'rganman rostdan. A+ oladigan odam bilan C yoki C+ natija olgan yoki umuman natija olmaganlarning orasida o'zi qanaqa farq bor? Farq harakatda bo'ladi.
intilishda bo'ladi. Menimcha haqiqatdan ham A bilan C oladigan o'quvchining orasida juda katta farq bo'ladi. Dangasalik va dangasasizlik, kuchlilik, kuchsizlik irodaga ham bog'liq, harakatga bog'liq va o'qitish tizimiga. Qorako'l Ziyo fizika bo'yicha nomer 1 deb bemalol ayta olaman. Men fizika kursini o'zi boshida Yakkasaroyda yashayman. Rosa qidirganman. Ustozlar bo'lgan, kirib ko'rganman darsiga, umuman yoqmagan. Ulug'bek ustoz menga ustoz tavsiya qilishgan, Ulug'bek ustozni kirib ko'rganman. O'sha darsimizda bo'ldi. Bu ustoz men uchun ekan, guruh men uchunligini tushunganman. Guruh juda ham kuchli, aktiv, ishlashi ham zo'r. Oxirgi bir oyda nima qilish eng foydali bo'ladi? Mo'k etish kerak. Mo'k tahlil etiladi. Chunki oxirgi bir oyda bizda u darajada ko'p mavzu ham o'tilgani yo'q. O'tilgan bo'lsa 4 ta 5 ta mavzu o'tildi, lekin haftasiga 4 ta mo'k bo'lardi, 4 ta full mo'k. Keyin u mo'kka tahlili, u mo'kka yetishdan ham ko'p vaqt ketib qolardi. Masalan, mo'k o'zi 2,5 soat olinadigan bo'lsa, mo'k tahlili 3-4 soatlar bo'lib ketardi. Keyin u mo'kda savoldagi sonli o'zgarishi mumkin, lekin ma'no o'zgarmasdi. O'sha ma'no tushunardi. Tushun olish kerak edi. Lekin shunaqa ma'nodagi savollar tushdi. Soni o'zgargan, lekin xuddi shunaqa usulda yechiladigan tushdi. Masalan, menga bitta emas, 4 tami tushdi, yechim yoziladigan. Men boshida kelganimda haqiqatdan juda ham bilimsiz bo'lganman va mavzu Ulug'bek ustoz, katta ustoz zo'r tushuntirib berardilar, ideal tushuntirib berardilar mavzuni. Uni hazm qilib olish o'zimizning qo'limizda edi va uni misollarini yechardim, ammo ko'r-ko'rona, formula bilandi. Lekin qiynalganman, haddan tashqari ko'p qiynalganman. Mexanika, elektr bo'limlariga juda ham qiynalganman. Bular oson emas. Menga o'shanda Ulug'bek ustoz bilan Jamoliddin ustoz, qo'shimcha ustozi juda katta foydalar ekan. Men bir kun xafa bo'lib kelganman. Ustozlarning yoniga Ulug'bek ustoz chiqib ketganlar, qo'shimcha ustoz turibdilar, Jamoliddin ustoz. Xafa bo'lib kelganman. Nima xafa bo'lgansiz dedilar. Aytdim, meni qo'limdan kelmayapti. Men uchun emas ekan fizika, men tashlab ketaman fizikani. Juda ham qiynalyapman deganimda, sizga o'rgata olmasam, men nima qilib o'tiribman? Men nima uchun ustozman deganlar. O'shanda tushunganman, men uchun kimdir tushuntirib bera oladi. Men uchun kimdir harakat qilyapti, demak, men ham harakat qilishim kerakligini. Menda birinchi kelganda Ulug'bek akaga kirganman. Dars zo'r o'tganlar. Men hayron qolganman, chunki men o'ylaganman, fizika ustozlar prosta doska forma yozib tashlaydi, shuni yodlalaring degan shunaqa dars bo'lsa kerak deb o'ylagan. Shuni yodlab, sertifikat kirib ketsam kerak deb o'ylaganman, lekin Ulug'bek kirganlar, unda qarormi Ulug'bek aka o'sha forma yodlagani yodlalaring deganga o'xshamayaptilar-da. Keltirib chiqarib beryaptilar-da. Formula avtomatik o'zimda esimda qolib ketyapti. Keyin qo'shimcha ustozlar bo'lgan, masalan, Jamoliddin aka ustozim, keyin kutubxonada Akbar aka ustoz bo'lardilar. Masalan, bitta ustoz vaqti yo'qmi, boshqa ustozga boraverardim. Chunki xona ham yaqin edi-da. Oxirgi oyda masalan matematikalar nisbatan sertifikat topshirib ketib bo'lgandan keyin kutubxona bo'shab qolgan, faqat fizika o'tirgan, ustozlar ham bo'sh edi. Keyin oxirgi haftasida Ulug'bek aka 100 betlik o'sha yig'ilgan savollar chiqarib berganlar-da. Oxiri babsha qiynalib ketganman. Ustozsiz yecha olmasdim. Keyin oxiri o'sha Jamoliddin aka bilan Akbar aka masalan 6 largacha qolib ketgan paytimda doskalarda tushuntirib berishardi-da. O'shanda maza qilardim. Qorako'l Ziyoda asosiy ustozdan tashqari juda ham ko'p qo'shimcha ustozlar bor. Bittasi, ya'ni katta ustozni darslari bor, muhim qo'shimcha ustozlar juda ham ko'p. Bu o'qitish tizimiga juda ham zo'r yordam bergan. Bizda oxirgi oyda haqiqatdan juda ham ideal, kuchli tayyorlangan A+ ga loyiq o'quvchilar 10 ta edi va o'tirib ishlardik. Ko'pchilik ishlamadimi, topshirib ketaverardi. Ularga qiziqmas edi hech nima. Lekin asosiy o'qiyman deganlar shu darajada ko'p ediki va bir-birimiz bilan shu darajada raqobat qilardik. Bir-birimizni ko'rib motivatsiya olardik. Masalan, u yechyaptimi, demak, u mendan ertaga ko'p yechsa, nima qilaman deb shu uchun yechardik hammasini. Mo'kda hech qachon hech kim bir-biridan voqea turib ketmasdi. Oxirgacha 2,5 soat ichida 2,5 soat o'tirish kerak. Kimdir voqea turib ketdimi, значит, u kam yetgan deb hisoblanardi-da. Men undan ko'p yetishim kerak deb oxirgacha o'tirilardi. Ha, birinchi chiqib ketish uyat bo'lardi. O'sha 10 ta odamning ichida birinchi chiqib ketish uyat bo'lardi. Milliy sertifikatdan birinchi kirganda hech kim A+ olib chiqa olmaydi deyishgan. Shu narsa menga juda ham og'ir botgan. Demak, men birinchi marta kiryapman, qo'limdan kelmaydi deb o'ylaganman. Lekin aslida unaqa emas. U birinchimi, ikkinchimi, eng muhimi harakat qilib to'xtamasligini tushundim. Qalbingizda og'ir botgan ekan. Juda ham botgan. Qilaman. Chunki men qilolmaslikdan qo'rqaman to'g'risi. Qilolmaysan desa, demak siz qilib kelarkansiz o'sha narsani. Shunaqa odam ekansiz. Yaxshi.
O'sha boyagi savol 7 oyda qanaqa natijaga erishdingiz? Da. 7 oyda erishgan bo'lsa, 7 oy 6 oyi oddiy o'qish bo'lgan. U daraja qattiq o'qish bo'lmagan. Asosiy o'sha 6 oy ichida o'zim matematikani tayyorlab yurganman. Matematikamga e'tibor berganman-da. Matematika kimda o'qigansiz? Jumayev Sherzakida. Unda qanaqa bo'lgan? Chiqdi matematika. O'sha paytda ikkitasi bir-biriga to'g'ri kelib qoldi-da. Matematika nisbatan ko'proq tayyorlanganligim uchun matematika birinchi bo'lib anaqa qildim. Vaqtni ajratdim. Chunki fizika birinchi yil men o'yladim, birinchi topshirishimda chiqmasa kerak deb o'ylagandim. O'shanga matematika o'qidim, matematika topshirib deganim. Keyin oxirgi oyida Ulug'bek aka shunaqa sharoit qo'ygandilar, masalan, bir xil darslar bo'lmasa ham, o'zlari kelmasa ham xona ochiq bo'lardi. Men o'rtoqlarim bilan kelardik, doskalarni artib, elektron doskalarni yoqib, o'zimiz bilan o'zimiz savol ko'rardik. O'shanisi keyin bittada oshirib ketdi. Men o'ylaymanki 1,5 yil ichida mana matematika, fizikani ketma-ket olib borganman. Bir kun fizika, bir kun matematika. Kerak bo'lsa uyga vazifalarni qilishga vaqtim bo'lmasdi. Shu darajada charchardimki, lekin shunda ham majburlab o'zimni matematika, fizikani to'xtatmasdim. O'zi nima desam bo'ladi? Fizikada asosiy narsa ustoz, to'g'risi. Agar ustozimiz bo'lmaganlarida, menimcha men bu vaqt ichida umuman erisha olmasdik. Bularning pluslari bitta fanni olib ketish juda ham qulay. Ya'ni bir oy bitta fan polni o'qish bu ham zo'r. Shu yerda anonim aytingmi? Nima deysizlar? Sarvar. Matematika 0, fizika 0 edi. Matematikaga dekabrga shundoq kirib chiqdilar. 2 oy, 3 oy faqat to'xtovsiz fizika qildilar. Bitta fan o'qidilar. Shu ularga plus bo'ldi-yu, chiqdi. Chiqdi. Yanvardan boshlangan, bu yoqda chiqib turibdi. Qanaqa harakat endi o'qishga? Milliy bilan nizomiyga ikkinchi bir xavfsizlikka ham topshirib ko'rish niyatim bor, lekin asosiyim milliy bilan nizomiy. Milliyga kirmoqchiman, o'qituvchi bo'lmoqchiman ustozlarimdek. Men anaqam kiberxavfsizlikka kirmoqchiman, lekin hali universitet to'liq tanlaganim yo'q. Menimcha tatu bo'lsa kerak. 1 yilingiz bormi? Hali 1 yilim bor. Serios 1 yil? Da, grossmi? Qanaqa hisob qilasiz mumkin-ku? Hozir sizlar shunaqa gapirdinglar, men o'zim Ulug'bek akada o'qigim kelib ketdi-da. Men shaxsan juda ham injiq, hamma bilan chiqisha olmaydigan, biroz tartibsizroq o'quvchiman. Ya'ni bittaga bitta aytganini qilib kelishim juda ham qiyin, lekin urushishlarni xohlamayman. Menga yaxshi gapirib qildirishlarini xohlayman. Rosa qidirganman, ustozlikka kirganman. Nima deydi, qiziqish yo'q edi. O'tda keyin men o'zimni his qilmaganman. O'tda meni joyim emas ekan deganman. Bu ustozni xonasiga kirganimda bitta o'rtaga savol tashadilar. Hamma shu savolni yechish bilan band. Shu darajada buni tasavvur qilish qiyin. Ham men borganimda bitta qiz bo'lardi. Ya'ni mendan ancha oldin kelgan qiz, Mohina. Ular bilan o'tirganman, boshida hech nimani tushunmasdim. Ustozga to'xtovsiz savol berardim. Bu qayerdan kelib chiqqan? Men bu qayerdan kelib chiqqan? Ustoz ham qarardilar, bittalab maydalab o'rgatardilar. Keyin yonimdagi, atrofimdagi kuchlilarning orasida kuchli bo'lib ketdim deb o'ylayman. Atrofimda bog'liq guruh juda muhim. Hozir sizni gapingizdan keyin o'ylab qoldim. Ko'pchilik o'quvchilar mana 0 dan keladi yoki o'sha ma'lum bir darajada keladi guruhga qo'yib berishgandan keyin kuchli guruh ekan, ular oldinda ekan deb chiqib keladi. Demak, ular noto'g'ri ish qilgan. Men 10-sinf bo'lganman, ular 11 bo'lgan, ham ular sentyabrdan boshlagan. Men yanvarda borganman. 6 oy orada juda ko'p narsani o'tishgan, juda ko'p aqlli, juda ham bir fikrlash doirasi juda kuchli edi u guruhni. Ko'rganman, hayron qolganman. Demak, men tushunganman, men o'zi doim qiyinchiliklar bilan erishilgan maqsad, yutuqlar zo'r, yaxshi deb bilganim uchun o'sha guruhda qolganman. Ustozni tushuntirish darajasi shu darajada zo'r ediki, qiyin narsalarni juda ham osonlik bilan tushunardik. Juda ham oson. Masalan, maktabdagi ustozlarim yoki bo'lmasa boshqa ustozlar tushuntirgan mavzu bilan Ulug'bek ustoz tushuntirgan mavzuni konkretniy orasida katta farq bor edi. Ko'p narsa gapirmasdilar, bo'lmasa ulardan kam ham ko'p ham gapirmasdilar. O'sha darajada prosta tushuntirish, tushuncha berish shu darajada kuchli-ku ustozda. Mana endi milliy sertifikat yoki fizika o'qimoqchi bo'lgan abituriyentlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Agar masalan matematika, fizika yoki любой abituriyentga birinchi beradigan maslahat, sertifikat olish uchun menimcha telefonni ishlatmaslik kerak. Birinchisi, chunki o'zimda ham bo'lgan muammoda. Oxirgi oylarda umuman ishlatilmasdi. Keyin ikkinchisi, masalan, faqatgina o'qiverish ham bu natijaga olib chiqmaydi. Masalan, ustoz xizmatini qilish kerak. Chunki bizda payti bo'lardi, kim doskalarni
olib doskani artish ham talash bo'lib ketgan payt bo'lardi. Yoki ustoz sirazu nimadir vazifa berardi, pastdan nimadir olib chiqadigan bo'lib, bolalar sirazu yugurib olib chiqib berardi edi. Ustozni ham xizmatini qilish kerak, bu yoqda o'qishni ham qilish kerak. Ustozni rozi qilish O'shanda kerak. ustozni rozi qilsangiz bo'ldi. U o'qishingiz avtomatik zo'r bo'lib ketaveradi. Hozirgi kunda to'g'risini tan olib aytaman, fizikani o'qiydigan yoshlar juda ham kamayib ketgan. Juda ham. To'g'ri, bizning guruhimizda 50 tacha, boshqa guruhda ham shuncha bo'lishi mumkin, aynan Qorako'lziyada. Lekin sinf bo'yicha 36 ta o'quvchidan bitta men fizika o'qiyman, to'g'risi. Fizikani o'qish sababi kim qiziqtirgan sizni fizikaga? To'g'risini aytavering, Polni? Aytavering. Mani onam matematika fizika o'qituvchisi bo'lgan boshida. Men ularning darslariga kirib, bog'chalik paytimda ham ora-orada ularning darslariga kirib turardim. Shanba kunlari bog'cha bo'lmasdi. Men ko'rardim-da, o'sha payt tushuntirardilar, bular nima ekan, qanaqa qiziq narsa ekan deb o'sha paytdan bular haqida o'ylashni boshlaganman. Haligacha o'ylayman. Endi esa o'sha keyin o'qidim, fizika fani qo'shildi maktabda. Juda ham zo'r, qiziq fan deb tuyuldi, oson deb tuyuldi to'g'risi maktabdagi bo'yicha. Keyin shunaqa boshlab ketganman. Gap yo'q ekan. Men havas qildim sizlarga. O'qishinglarga haqiqatdan eshitib, to'g'risi men o'zim ham fizika o'qiyman kelib ketdi hozirlardan aytay. Niyatni katta qilish kerak. Shaxsan Ulug'bek ustoz shaxsan mendan A+ kutmaganlar deb aytishdi. Tanishlarim bir ikkitasi shunaqa deyishdi. Chunki haqiqatan A+ darajani olish bu oddiy yutuq emas-da. Haddan tashqari ko'p mehnat, harakat, to'xtovsiz qilish kerak. Tasodif emas-da. Lekin men tanishlarim ko'rib, fizika oson, omading kelib qoldi-da deyishdi. Shunaqa deyishadi. Lekin o'zi fizikani ochib ko'rmagan, 4 ta formulani bilib masala yechgan odamlar aytdi-da shu gapni. Men maslahat berardim fizikani endi boshlamoqchi bo'lganlar, agar sohasi o'sha narsaga qiziqadigan bo'lsa, o'ylab o'tirmasdan boshlash kerak va boshlagan taqdiringda ham to'xtab qolmasliging kerak. Chunki umuman hech nima oson emas, ayniqsa fizika. Ancha-muncha qiynalasan, yiqilasan, yig'laysan, past natija chiqadi, lekin unda to'xtab qolmasdan yanada oldinda harakat qilish kerak. Ustozni to'g'ri tanlash kerak. Ulug'bek ustozga kelish kerak. Ulug'bek ustozga kelish kerak. Agar sizlar ham hozir juda qiynalayotgan bo'lsanglar, stress, motivatsiya tushib ketgan yoki juda qattiq charchayotgan bo'lsanglar, ikki chetida o'tirgan A+ olgan sertifikat o'quvchilarni eslanglar. Bu bosimlar sizlarni kuchli qiladi. Xudo xolasa yana keyingi podkastlarda sizlar bilan ko'rishamiz. Rahmat kelganingizga. Rahmat. Rahmat.